Assalomu alaykum futbol muxlislari. Sizlar bilan Futbol choyxonasi kanalida ko'rishib turganimdan xursandmiz. Xo'p, oldimizda katta futbol musobaqasi, jahon chempionati turibdi. Lekin ungacha bo'lgan bir muhim voqelik bor. Bu Real Madriddagi prezidentlik saylovi hisoblanadi. O'zi aslida 2029-yil o'tkazilishi kerak bo'lgan prezidentlik saylovi kutilmaganda oldinroqqa cho'zildi. Ya'ni muddati qisqartirildi, oldinroqqa olib kelindi. Bunga sabab o'sha Florentino Peresni kutilmaganda kechki soat 9larga yaqin matbuot anjumanini belgilab, unga shu jurnalistlarga qarata qilgan murojaati bo'ladi. Endi u haqida saylov nimaga o'z vaqtida o'tkazilgani hamda saylovdagi ishtirokchilar haqida biroz keyinroq to'xtalamiz. Hozirda eng qiziq mavzu bu ikki prezidentning prezidentlik dasturi. Bilamiz, prezidentlikka nomzod qo'yilgan shaxslar bu o'zini prezidentlik davridagi mo'ljallagan ishlarini, rejalashtirilgan ishlarini dastur sifatida taqdim qiladi. Ana xuddi shunday dasturlarni birinchi bo'lib, bu o'sha Florentino Peres birinchi nomzod bo'lsa, ikkinchisi Riquelme Enrique hisoblanadi. Ana o'sha Riquelme Enrique o'zini dasturini birinchi taqdim qildi. Unga ko'ra, o'sha shov-shuvli bo'lgan intervyulari, ya'ni jurnalistlarga qilgan dasturlarida, taqdimotida o'sha Hollandning futbolkasi bilan kelgan, ya'ni Real Madridning 9-raqamli futbolkada Holland ismi sharfi tushirilgan hamda Hollandga taqdim etiladigan shartnomasi bilan kelgan. Undan tashqari Rodrini olib kelamiz degan hamda murabbiy Mourinho emas, men murabbiyni, ya'ni Real Madrid murabbiyini Mourinyoni ko'rmayman. Biz muxlislar xohlagan, juda ham ko'plab muxlislar xohlagan klubni olib kelaman dedi va bu katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Bunga sabab nima edi? Bunga sabab bu yerda misol uchun bu Riquelme 37 yoshli prezident bo'lsa, uni konkurenti, ya'ni raqibi bu necha yillardan beri Real Madridni boshqarib kelayotgan, yoshi 80 dan ham o'tib qolgan Florentino Peres hisoblanadi. Do'stlar, Peres bu siyosatda, biznesda insongarchilik, odamgarchilik, insof bo'lmaydi deyshadi, xuddi shunday. Florentino Peres bir yurish qildiki, Riquelmeni obro'si tushib ketdi, g'alabalik foizi tushib ketdi. Bunga sabab xuddi shu intervyudan keyin Florentino Peres hamda Real Madridga yaqin manbalarni e'tirof etishicha, aynan Florentino Peres Manchester Cityga qo'ng'iroq qilib, ularning rahbariyatiga qo'ng'iroq qilib, ularni o'yinchilarini ularni ruxsatsiz e'tirof etganligi uchun, undan tashqari shartnoma o'ziga olib kelish, bizni o'yinchimiz degan gaplarni klub hamda o'zini roziligisiz etganligi uchun sudga berish mumkinligini aytib o'tgan. Bundan keyin Manchester City o'zi veb saytida, o'zining rasmiy saytida biz mana shu ishni o'rganib chiqyapmiz va sudga berish ishlarini ham o'rganib chiqyapmiz dedi. Ya'ni asli Real Madridga, asli Manchester Cityga tegishli bo'lgan o'yinchi haqida ular biz uni sotib olamiz deb hech qanday kelishuvlarsiz aytishga hech kimni haqqi yo'q ekan. Shundan keyin intervyular olindi, misol uchun Rodridan olindi. Rodri men diqqatimni faqat jahon chempionatiga qaratganman dedi. Bu o'sha neytrallikni saqladi. Ya'ni o'tasizmi, o'tmaysizmi degan savolga 50-50 degandek javob berdi. Lekin Hollandga murojaat qilindi. Endi rasman o'sha Hollandga emas, u Hollandning agenti hamda otasiga murojaat qilinganda, ular hech qanday bizga kelishuv yo'q, bunday kelishuv bo'lmagan, hech kim biz bilan bog'lanmagan dedi. Otasi esa juda ham diplomatik javob berdi. Biz bilan hech kim bog'lanmadi va bu masala bo'yicha xabarimiz yo'q. O'g'lim Manchester City futbolchisi va ikkala prezidentga ham omad tilayman dedi. Bu degani Real Madridga eshikni qattiq yopmagani, bu degani kelajakda Real Madridga o'tish ehtimolini chiroyli diplomatik yo'l bilan hal qilib qo'yganligini bildiradi. Mana shunday yurishdan keyin, ya'ni Florentino Peresning mana shunday yurishidan keyin Riquelmega nisbatan u o'zini saviyasiz, ya'ni diplomatik, huquqiy saviyasi yo'q sifatida Peres uni shakllantirdi va shuni hisobiga, shuni evaziga uni g'oliblik foizi tushib ketdi. G'oliblik foizi tushib ketganligining yana bitta sababi, bilamizmi, Real Madrid hozir ko'plab o'yinchilar bilan, ya'ni o'sha Dumfries deymizmi, misol uchun Konate deymizmi yoki Mourinho deymizmi, ular bilan kelishuvlar bo'lgan. Romano tomonidan here we go jumlasi ishlatilgan, lekin hali o'sha rasmiy o'sha prezidentlik saylovi rasmiy yakunlanmaganligi uchun, hali prezident kim bo'lishi noma'lum bo'lganligi uchun hali ular bilan shartnoma
o'sha tuzilmagan, lekin tuzilish ishlari 99% yakunlangan va mana shundan keyin, mana shuncha voqealar bo'lgandan keyin Perezni g'oliblikka imkoniyati yuqori ko'tarilib ketdi. Bunga yana bitta isbot sifatida o'sha Mourinyoning ya'ni hozirgi jamoasi deylik, misol uchun Benfica o'ziga yangi murabbiy e'lon qildi. Bu degani ketishi, o'sha Mourinyoning ketishi aniq degani, u o'yinchilar kelishi aniq degani, bu degani Florentino Perez kelishi aniq degani. Endi shaxsan Mourinyo tomonidan qaraydigan bo'lsak, o'zi oxirgi paytdagi o'sha klublardagi muvaffaqiyatsiz mavsumlari, muvaffaqiyatsiz taktik zamonga yurmasligi, o'zini bir boshqacha tutishi, xullas xuddi shunaqa kamchiliklar bilan zo'rg'a o'ziga klub topayotganligi va Benficani topdi va misol uchun o'sha komandalardan haydalgan pullar evaziga yashayotganligini hammamiz bilardik va issiqqina joyini berib ketmasligi aniq edi. Bunga esa o'sha Real Madrid bilan kelishuv aniq ekanligi, Florentino Perezning g'oliblik ko'payganiga olib boradi bu yo'llar. Va undan keyingi katta bir masala o'sha Florentino Perezni 150 millionlik mavzusi. Ya'ni 150 millionga biz o'yinchi olib kelamiz dedi. U kimligi hozircha noma'lum va o'sha paytdan o'sha Florentino Perezni yurishi zo'r bo'ldiki, o'sha 9-sanada saylov yakunlansa, ertasi kuni biz o'sha jamoaga 150 millionlik shartnoma yuboramiz dedi. 150 milliondan boshlanuvchi shartnoma yuboramiz dedi. Bu yerdan jurnalistlar unga savollar yo'llashni boshlashdi. Bu Hollandmi? Yo'q dedi. Oli Semensi? Yo'q dedi. Dokuni, Keynni so'rashgan, yo'q degan. U oxiri aytdiki, yo'q, u APLdan emas. Meni zo'rlamanglar, men hech qanday ma'lumot aytmayman, lekin u Galactico dedi. Ya'ni Galacticos o'zini o'sha afsonaviy eng zo'rlardan tuzilgan jamoasiga eng zo'rlaridan birini olib kelishini shama qilib, u Galactico dedi. Ya'ni u eng zo'rlaridan deb aytdi. Ko'plab fikr mulohazalar ketdi. Endi agar misol uchun Florentino Perezning gapini biz to'g'ri qabul qiladigan bo'lsak, agar u o'yinchini biz APLdan qidirmayotgan bo'lsak, u katta ehtimol bilan o'sha PSJdagi ikki o'yinchi, o'sha Nunes hamda Mendes hamda Vitinha bo'ladi. O'sha Vitinhaning yonidagi yuradigan o'sha jingalak sochli Portugal, uni sherigi yoki u yoki bu yerdan esa o'sha Bavariyadan kim bo'lishi mumkin desa, yana bitta nomzod chiqdiki, bu Musiala. Endi bu o'sha 3 o'yinchini tahlil qiladigan bo'lsak, Vitinha hamda Mendesni berish imkoniyati, PSJni berish imkoniyati deyarli 0 ga teng. Naborot buni misol uchun Oliseni yoki Musialani Bavariya sotish ehtimoli bor. Bunga sabab o'sha misol uchun PSJning rahbariyati, bilasiz, endi u arablar, pul ko'p, ular pulni o'yinchi sotib olishga, sotishdan ko'ra ko'proq daromad ko'rishga qiziqishmaydi. Tem bo'li Real Madrid 3 marotaba ketma-ket Chempionlar Ligasini yutishganda tarkib o'sha 3,5 himoyachi bo'lgan edi, ya'ni klubni, jamoani asosiy o'zagi hisoblangan, o'sha Modric, Kroos, Casemiro hisoblangan. Bular ham shu 2 marta ketma-ket yutishdi. 3-g'oliblikka ham shu 3 o'yinchi muhim deb hisoblashadi. Ya'ni Nunes, Vitinha bu kerakli bog'lam sifatida ko'rilmoqda. O'shaning uchun katta ehtimol bilan 200 million berilsa ham menimcha sotilmasa kerak. Lekin misol uchun Musialaga, lekin mana shu o'rinda aytib o'tish kerak, PSJning shu 2,5 himoyachisiga, sentralniy polzashitniklariga Real Madridning rostdan ham ehtiyoji bor. Rostdan ham shu bog'lamlar bizga kerak, taktik tomondan qaraydigan bo'lsak. Endi Bavariyadagi o'sha variantlarga ko'ramiz. Bavariyadagi Musiala variantiga ko'radigan bo'lsak, shaxsan men o'zimga Musiala juda ham yoqadi, zo'r o'yinchi, lekin yosh o'yinchi, Galactico desa ham bo'ladi, lekin bitta tomoni bor, uni pozitsiyasi. Ya'ni uni pozitsiyasi bu Bellingham, Arda Güler bo'lgan joyga olib kelish, bu yaxshilikka olib kelmasligini bildi. Ya'ni misol uchun Vinicius bor nuqtaga Mbappeni olib kelsa, balans buzilib ketdi. Hozir Bellinghamni
joyiga yana Musialani olib kelsa, yana balans 2 karra buzilib ketadi. O'shaning uchun katta ehtimol bilan men o'zim Musiala bo'lmasa kerak deb hisoblayman. Lekin ketidan o'sha Romano aytib o'tdiki, bu Olise bo'ladi dedi. Garchi buni Florentino Perez rad etgan bo'lsa ham, bu aynan Olise haqida gap ketyapti dedi. Endi Oliseni kelish ehtimolini ko'radigan bo'lsak, hozirda mana yaqindagina bugungina chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, Oliseni o'zi rozi, Real Madridga o'tishni roziligini bildirdi deb o'tmoqda. Bavariyani endi sotish masalasiga keladigan bo'lsak, Bavariya ham sotadimi desak, endi Bavariya ko'proq oldi sotdi o'yinchilarni almashtirish, rotatsiya bilan shug'ullanadigan klub. Unga 200 million beradigan bo'lsak, sotish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Tem bo'li Oliseni olib kelish bu PSJdagi ya'ni Mbappeni qo'llab-quvvatlash masalasi ham muhim. Ya'ni Fransiya terma jamoasidagi eng kuchli nuqta bu hujum nuqtasi deb hisoblaydigan bo'lsak, o'sha Mbappeni yonidagi Olise bilan bu o'sha juftlikni qayta tiklamoqchi, aynan Real Madridda mana shu nuqtalarni ko'rmoqchi. Endi undan tashqari, agar misol uchun Florentino Perezning gapiga e'tibor bermaydigan bo'lsak, ya'ni u APLdan bo'lmaydi deb qaraydigan bo'lsak, bu bo'lishi mumkin bo'lgan holat Enzo Fernandesni o'zi ham Madriddan uy qidirayotganligi, Madriddan agar taklif bo'lsa, jon deb rozi bo'lishi haqida, ya'ni Real Madridga ochiqchalik aytayaptiki, men bilan bog'laning, men sizlarga o'tkim kelyapti deyapti. Lekin katta ehtimol bilan Enzo Fernandes o'tmasa kerak. Nimaga deganda, Enzo Fernandes rolida bizda Valverde borda. Valverde o'zi Real Madridning sardori sifatida unga konkurent olib kelish bu xavfli bo'lishi mumkin. Ya'ni Vitinha hamda Nunes qilgan ishni u qila olmaydi. Ya'ni Enzo Fernandesning funksiyasi biroz boshqacharoq hisoblanadi. O'shaning uchun shaxsan men Enzo Fernandesni ham Real Madridga kelishini xohlayman. Shaxsan men o'zim Chelsea'dagi eng yoqimtoy, men uchun eng kuzatishga arzigulik futbolchilardan biri bu Enzo Fernandes hisoblanadi. Lekin ayni paytdagi tahlil jihatdan qaraydigan bo'lsak, bu Real Madridga biroz ortiqchalik bo'lishi mumkin. Lekin bu Florentino Perez Galacticos tuzish uchun Viniciusni, o'sha prime Viniciusni ustiga Mbappeni olib kelgan Florentino Perezga hech gap emaski, bu Mbappeni Bellinghamni konkurent sifatida Musialani olib kelish ham mumkin. Valverde hamda Tchouaménini o'rniga Enzo Fernandesni ham olib kelishi mumkin do'stlar. Shuning uchun har nimani kutish mumkin. Endi Olise varianti menga ko'proq ma'qul bo'lyapti, chunki ajoyib ishlar bo'ladi. O'sha o'ng qanotdan kirib borishi xuddi Yamalga o'xshaydi-da. Ruben uslubida o'ng qo'ldan kirib, o'rtadan aylantirib gollar qilishi bu albatta Real Madridning o'yiniga joziba baxsh etgan bo'lardi. Siz nima deb o'ylaysiz? 150 millionlik o'yinchi bu aslida kim bo'ladi? Endi 150 million degani bilan Florentino Perez shunday jumla aytib o'tdiki, 150 milliondan boshlanuvchi shartnomani ularga yuboramiz. Hali bu ko'payishi mumkin. 200 million ham bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olganda, o'sha so'roqdagi futbolchi kim va aynan nima uchun uni Real Madridga kelish kerak, nima uchun uni Real Madridga misol uchun foydasi bo'ladi, taktik tomondan foydasi bo'ladi, shu haqida izohlaringizni kutib qolamiz. Sizning fikringiz qanday? Albatta o'rtoqlashing. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Bugunchalik esa sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan Dilshod Salihov.